2,5 sotixlik hovlilardan charchagan mijozlarimiz uchun Manresa territoriyasi elitniy rayonlardan birida 4,5 sotixlik mana bunaqa chiroyli atmosferaga ega bo'lgan hovlimizni qisqacha obzor qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Fasad qismimiz polniy travertin tosh bilan qilingan va ichkariga shundoqqina kirar ekanmiz. Belasnechka opog'oyimiz shundoqqina gah deb ko'rinib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol 2-3 ta mashinangizni sig'dira olasiz. Zeleniy zona 2 tomonlama qilingan 3 uровенlik yevro hovlimiz. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, letniy kuxnya zonamiz o'zini stol sullari bilan birgalikda bu tomonda ko'rishingiz mumkin, letniy sanuzulimiz. Stal ilmalamizda e'tibor berishingiz mumkin, polupodval qismimizga kotelniy xonamiz alohida yo'l qilingan, bu zakritiy, bu territoriya podvalimiz alohida joy olgan. Ichkaridan davom ettiramiz. Eshikdan shundoqqina kirar ekanmiz, mana bunaqa katta hol bizni qarshi oladi. Ko'rishingiz mumkin, eshiklari ham baland qilingan, endi hovlini haybatiga yarasha. Marhamat, birinchi katta zal qismimiz. Bemalol mana bu yerda katta stol suv zona qilingan va mягкий zona qilingan. Ikkita mana konditsionerlarga ham alohida e'tibor berishingiz mumkin. TV zona kattagina, chiroyli va ketdik endigina albat. Mana bu yerda bizda spalniy zonamiz mavjud. Marhamat. Mana bu yerda kattagina spalniy zona. Bu katta ota-onalarimiz uchun juda ham qulayli. Hamma jihozlarga ega. Hovlimiz faqat kiyim bilan kelib yashaydigan holatda polniy mana bu esa mana bu sanuzlarimizga mana bunaqa alohida e'tibor berishingiz mumkin. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Va keling, mana bu esa bizda kuxnya, stolovaya zonamiz. Katta, juda ham ko'rishingiz mumkin. 4 kamerda mana bu yerda xolodilniklarimizgacha tayyor qilib qo'ygan va mana bu yerda kattagina nima kuxnya zona, letniy dvoriki ham mavjud o'zini. Va ketigina albatta yuqori qismga yo'l olamiz. Marhamat, shundoqqina chiqar ekanmiz. Mana bu ikkinchi qavatimizda mana bu kattagina hol zonasi va o'zini balkon qismi ham mavjud ko'rishingiz mumkin. Balkonni yuqoridan video ham tomosha qilishingiz mumkin. Va sklik ko'rishingiz mumkin. Alohida spalniy zonamiz. Tepada bizda 4 ta spalni qarshi oladi. Pastda 2 ta, tepada esa bizda naq 4 ta xonamiz mavjud va 2 tomonlama mana bu yerda 2 ta spalniy zonamiz. Bu yerda vzoslimizning ichida sanuzul ham mavjud. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Va bu tomonda bizda bitta detskiy spalnimiz. Hamma xonalarimizda derazasi mavjud. Bu esa bizda alohida sanuzullarimiz. Marhamat, mana bu katta spalniy zonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana spalniy kravatlari bilan tayyor qilib qo'ygan va endigina navbat keling podvalga yo'l olamiz. Marhamat, mana bu esa bizning podval qismimiz. Podvalga shundoq kirar ekanmiz. Mana bu yerda bemalol bitta zal qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ikki tomonlama nima qilingan, derazalari mavjud va ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda xolasangiz bo'lib olsangiz ham mumkin. Agar mabodo zal qo'shimcha kerak emas desangiz, xonalarga bo'lishingiz mumkin. Mana bu bizda prachishli xonamiz.